Bugun biz mana shu haqida gaplashamiz. Aytib o'taman, marketingdagi pul bu investitsiya, xarajat emas. Agar produktinglarda qayerdadir xato bo'ladigan bo'lsa, hamma pulingiz havoga ketadi. Nima uchun xaridor bizning mahsulotimizni raqobatchimiz mahsuloti o'rniga sotib olishi kerak? Kosmik darajada o'zgarish tendensiyasi katta. 6 oyda suvda, misol uchun ingliz tilida gapirasizlar desam nima deysizlar? Qarayotgan bo'lsanglar, yosharasizlar, xullas nima xohlasanglar shunisi bo'ladi. Tanishmi? Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Azizbek Yusufov. Hammalarni bugungi tadbirda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Juda ham katta umid qilamanki, tadbir oxirida o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarni va faktorda aytilgandekki juda bo'lmaganda bitta foydali o'zingizlar uchun insight olib ketasizlar degan umiddaman. Biz bugun tadbirimizni o'zi asosan o'sha nomidan ham samarali reklama kanallari haqida gaplashishimiz kerak. Biroz sal kengroq oldim. Birinchi targ'ibot kanallari haqida gaplashib o'tamiz, keyin reklama kanallariga o'tamiz. Marketingda marketing mix degan tushuncha bor, ya'ni marketingga asosi 4P'dan iborat. Menimcha hammanglar buni bilsanglar kerak. Men 4ta P'ni qisqacha aytib, nimaga buni aytayotganim aytaman. Birinchisi bu product, price, place, promotion. Ya'ni biza farqi yo'q, xizmat ko'rsatamizmi, ishlab chiqaramizmi, biznesimizda birinchisi o'zimizni mahsulotimizni, ya'ni sotmoqchi bo'lgan narsamizni yaratamiz. Bu xizmat ko'rsatish bo'lishi mumkin. Buni ichida hamma narsa, mahsulot, uni pozitsionerovaniyasi, uni brendingi, uni upakovkasi, hamma narsa shu produktda turadi. Keyin unga narx belgilaymiz. Keyin uni sotuvini tashkil qilamiz. Ya'ni bu distributsiya bo'lishi mumkin, bu o'zimizning do'konlar bo'lishi mumkin, bu qanaqadir dilerlar bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Bu uchinchi place. Va undan keyin uni targ'ibotini qilamiz, ya'ni reklamasini qilamiz. Bugun biz mana shu haqida gaplashamiz. Lekin endi men bu o'zi aslida marketing haqida gapirganimizda mana bu haqida juda batafsil gaplashish kerak. Bizning mavzu bu. Men qisqacha aytib ketaman, lekin bu yerda juda ham muhim narsa nimadaki, men doimiy ravishda o'zi bo'lmasa biz o'zimiz bugungi kunda reklama bilan shug'ullanamiz, bizga qancha mana bu yerda byudjet ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, shuncha ko'p pul topamiz. Lekin meni ichimda bir xilda biznes bilan marketologligim bir-biriga qarshi bo'lib qolishi ham mumkin. Sababi istalgan biznesda marketing nuqtai nazaridan qaraganda mana shu 3 ta narsani qancha mukammal qilsangiz, shuncha kam pulni bunga ishlatasizlar. Shuncha kam pulni bu yerga investitsiya talab qiladi. Odatda bugungi kunda O'zbekistonda marketingda qaraganda eng ko'p investitsiya mana bu yerga kerak. Men doimiy ravishda aytib o'taman, marketingdagi pul bu investitsiya, xarajat emas. Har doim ko'pchilik o'rganib qo'yadi, marketing xarajatlari, reklama xarajatlari deb aytishadi. Ayniqsa buxgalterlar buni yaxshi ko'rishadi, sababi xarajatlar qismida o'tiradi. Lekin bu xarajat emas, bu investitsiya. Chunki agar to'g'ri qilinsa, o'sha pul qaytib keladi 3-4 baravar bo'lib, buni qanaqa hisoblashni ham keyin aytib o'taman. Lekin mana shu narsaga juda ham muhim e'tibor har doim qaratish kerak. Sizlar mana bu narsani zo'r o'rganib olishingiz mumkin, lekin mana bu 3 chala narsadan qaysi biridadir katta xatolar yoki mukammal ishlanmagan bo'lsa, shuncha ko'p pul shu yerda ishlatib turasizlar. Agar produktinglarda qayerdadir xato bo'ladigan bo'lsa, hamma pulingiz havoga ketadi. Yana bitta narsani har doim o'zingiz uchun qonun sifatida qabul qilinglar. Reklamaga qancha ko'p pul investitsiya qilishingizdan qat'iy nazar, milliard dollar investitsiya qilsanglar ham, reklamani sizlarga ta'minlab berishi mumkin bo'lgan narsasi bu birinchi zakup, ya'ni birinchi xaridni ta'minlab beradi. Xaridor kelib, birinchi marta olib, yeb ko'radi yoki birinchi marta olib kiyib ko'radi, birinchi marta ishlatib ko'radi. Agar o'shandan keyin uni sizlar reklamanglarda bergan va'dalarga qoniqarli darajada, hatto qoniqarli darajada bo'lsa, ikkinchi shansni beradi. Agar o'sha paytda qo'poraydan parod bo'lsa, bo'ldi, u xaridorni yo'qotdinglar. Uni qaytarib olishinglar ishlatgan investitsiyalardan 3-4 baravar ko'p
pulni keyin talab qiladi. O'shaning uchun biz doimiy ravishda aytamizki, mana bu narsalarga juda ham katta e'tibor qaratish kerak. Chunki ko'pchilik shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Mana bu yerda juda muhim joyi bor, yana bitta narsani aytib o'taman. Bizda pozitsionirovание degan narsa bor marketingda. Bitta savolga doimiy ravishda barcha biznes javob topish kerak. O'zi odatda savol ko'pchilik ham bunaqa qo'yadi. Nima uchun xaridor bizning mahsulotimizni sotib olishi kerak? Ko'pchilik mana shu savolga javob qidiradi o'zining biznesida. Keyin shu savolga javobni topdim deb o'ylaydi. Savolga javobni topdim deb o'ylaydi, biznesga kiradi. Keyin qarasa, bu savolga javobni hamma konkurentlar topib bo'lgan bo'ladi. Hammada примерно bir xil bo'ladi. Keyin qarasa, misol uchun, endi bizda eng ko'p bunaqa savolga javob topiladigan javobni bilasizlar qanaqaligini? Arzon. Men narx tushiraman deydi. Hamma biznesda mana O'zbekistonda bu tekkan kasal. Sababi marketing rivojlanmaganligi. Istalgan rivojlangan bozorga borsanglar, eng yomon usul bu narx bilan raqobatlashish. Narx bilan raqobatlashishga deyarli hech kim harakat qilmaydi. Qaysi ma'nodaki, bozorga biz eng arzoni bo'lib kiramiz degan anaqadan, teoriyadan hamma voz kechishga harakat qiladi. Hamma o'zi uchun. O'shaning uchun mana bu savolga javobni qidirayotganda, mana bu yerga bitta qo'shimcha qilish kerak. Hozir bu yerga emas. Mana bu yerga qo'y. Nima uchun xaridor bizning mahsulotimizni raqobatchimiz mahsuloti o'rniga sotib olishi kerak degan savolga javob topishimiz kerak. Ya'ni bizda O'zbekistonda holat juda ham qiziq. Bir tarafdan nima biznes vakili bilan gaplashsak, voy bizani mana muzqaymoq ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashsak, voy bizani biznes qiyin, nimaga desa, bizda 500 ta muzqaymoq ishlab chiqaradigan zavod bor O'zbekiston bo'yicha, dahshat konkurensiya deyshadi. Men 2016-17-yillarda ishlaganimda ham shu gap bo'lardi. Hozir so'rasangiz, hozir ham shu gap. Kalbasachilardan so'rasangiz, xuddi shu gapni gapirishadi. Uy quruvchilardan so'rasangiz ham xuddi shu gapni gapirishadi. Istalgan sohani gapirsangiz, xuddi shunaqa deyshadi. Yo'q, bu yerda non yo'q deyshadi. Bu yerga kim kirsa kasod kuchli deyshadi. Lekin paqada kimdir kirib keladi. Mana shu muzqaymoq, endi men o'zim ishlaganimcha yaxshi bilaman. 2016-17-yillar bo'ldi, bu yerga yangi производитель kirmaydi. Bu yerda narx faqat rol o'ynaydi, arzon-marzon sotish kerak dedi. Kirdida Toshkent shahrining o'ziga 50% bozori shunda olib qo'ydi. 3 barobar qimmat narx bilan. O'zingizlar bilasizlar-ku, men Toshkentda yurganingizda ko'rasizlar-ku, mana hozir chiqib bilish istalgan mana supermarketga kiringlar-da, bunda bilan qani polkasini o'lchaylar-da, hamma qolgan o'zbek производительlarni polkasini o'lchaylar. Bu bittasi. Agar kimdir bu bozorga qiziqayotgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. 5 yil oldin nechta o'zbek ishlab chiqaruvchisi bor edi muzqaymoqniki, hozir nechta do'konning ichida turibdi. Ya'ni nechtasi konkurensiyani yutqizib chiqib ketdi. Istalgan sohada shunaqa. Ya'ni konkurensiya ko'p deyshadi, keyin qarasa faqat kimdir kirib kelib qoladi. De omadga erishadi. Bu nima degani? Aslida bizda bir tarafdan konkurensiya yuqori, lekin agar yaxshi to'g'ri marketing bilan to'g'ri mana bu 3 ta narsani to'g'ri qilib bozorga kirib kelsangiz, bemalol bozorda hattoki qimmat narx bilan, narxingizga qaramasdan turib ham o'zingizni o'rningizni, o'zingizni kerak bo'lsa lideruющий o'rningizni ham egallab olishingiz mumkin. O'shaning uchun doimiy ravishda mahsulot ishlab chiqarayotganda mana shu savolga javob qidirish kerak. Lekin bu ham bitta narsaki, savolga javobni topdi deganingizdan keyin shunaqa bo'lish kerakki,
birovlar qaytarishi qiyinroq bo'lishi kerak. Istalgan narsani qaytarishadi. Istalgan narsa qaytariladi. Bu narsani tabiiy hol deb qabul qilish kerak. Faqatgina shunaqa narsa o'ylab topish kerakki, o'sha narsani qaytarish qiyinroq bo'lsin yoki ko'proq vaqt egallasin. O'sha paytda siz bozordagi qaymoqni o'zingizga olib olasiz. Qo'lingizda ko'proq kesh paydo bo'ladi, yana nimadir qilasiz. Men hali hozir televideniyani gapirayotganimda ikkita katta kes keltiraman, ikkita emas, 3 ta hatto, 3 yil. 3,5 yil davomida bizda har yili reklama bozorida ma'lum bir bizneslar shu reklamani kuchi bilan paydo bo'ladi-da, bozordan ko'p kesh yig'ishadi-da, keyin bizneslar kasodga uchrab ketadi, chunki hamma chiqib shuni qaytaradi. Keyin uni o'rniga yana yangi bizneslar paydo bo'ladi. 3 ta, ikkita aniq, uchinchisi hozir bo'lyapti. Uchinchisini sporlashishingiz mumkin, ikkitasida aniq aytib bera olaman. Ikkalovi ham уже o'tib ketib bo'ldi anaqasi, tugab bo'ldi. Uchinchisi endi chiqib kelyapti bizning fikrimizcha. Xo'p, endi ozgina reklama haqida gaplashsak. Bizda O'zbekistonda reklama bozori juda ham kichkina bozor hisoblanadi. Hattoki qo'shni davlatlarimiz bilan solishtirganimizda ham bizda aylanadigan pul miqdori juda ham kam. Ya'ni butun O'zbekistondagi hamma reklama bozori, ya'ni bu degani televideniya, tashqi reklama, bundan 1 yil oldin savdo menejeri kursida ham o'qiganman. O'sha savdo menejeri kursidan yaxshi natijalar ko'rsatganimdan keyin men qaror qildim ROP kursida ham o'qishga. Hozir ROP kursini bitirib, men diplomlarni oldik. O'ylardim, kursda o'qishim shart emas. Shundoq ham bilaman, sotuvni shundoq ham bilaman, shundoq ham tajribam yetarli. Shundoq ham zo'rman. Asosiysi mijozga yaxshi gapirsam bo'ldi, u yog'i zo'r bo'lib ketadi deb o'ylardim. Xato o'ylagan ekanman. Agar sizga ham shu kabi natijalar qadrli va qiziq bo'lsa, Enfactor biznes maktabida sotuv menejeri kurslarida tajribali mutaxassislardan bilimlarni oling. O'zlashtiring va o'zingizning tajribangizni biznesingizni yangi pog'onaga chiqishini sababini qiling. Hamma narsa, tashqi reklama, radio, digital hammasini qo'shib chiqqanimizda 1 yilda bor yo'g'i $105 million. Bu juda ham endi qaysidir biznes nuqtai nazaridan katta bo'lish ko'rish mumkin, lekin bozor nuqtai nazaridan bu juda ham kichkina bozor hisoblanadi O'zbekiston uchun. Ya'ni, misol uchun Qozog'istonda bundan 5 baravar ko'proq. 5 baravar ko'proq. 500 milliondan ko'p 1 yilga oborot. Ana qiladi. Endi narxlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, narxlar kosmik darajada o'zgarish tendensiyasi katta. Ya'ni 2020-yilda narx oshishi 2019-yilga nisbatan 9% bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 20%, 2022-yilda 51 televideniyada. 2023-yilda 2022-yilga nisbatan 95% narx oshgan televideniyada. Men televideniyada reklama narxini hali uni ham aytib beraman, ko'rsanglar, deysizlar. Misol uchun, agar endi minutda hozir hech kim televideniyada reklama sota olmaydi, lekin 1 minut reklama prime time'da misol uchun kanalda 100 million so'mdan ko'proq. Bu degani kechqurun 7 da 20 sekundlik rolik 3 marta chiqsa 100 million so'm ketdi degani. Bez skitkasiz hisoblaganda endi ya'ni lekin shunga qaramasdan bugungi kunda O'zbekistonda eng samarali aniqlik kiritib ketaman. Agar butun O'zbekiston miqyosida biznes qilsanglar, butun O'zbekiston miqyosida deganimda, mana hozir men kompaniyalarni so'rab o'tdim. Endi format aniq to'g'ri keladi, imzo aniq bu anaqaga to'g'ri keladi. Mana Navay o'tirishibdi. Navay bunga to'g'ri keladi. Agar butun O'zbekiston eng chekka joylarigacha tovar yetkazib bera oladigan darajadagi biznes bo'lsa, eng samarali reklama turi bugungi kunda televideniya va eng arzon reklama turi ham televideniya. Eng arzon deganimda bitta kontaktni narxini hisoblaymiz har doim. Ya'ni siz
bitta odamga o'zingizni mahsulotingiz haqidagi ma'lumotni yetkazish uchun necha pul ishlatasiz degan kontaktni hisoblaganingizda eng arzoni televideniya hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha 50% aholini uyida televizorda faqatgina 15 ta bepul kanal ko'rsatadi. Televideniyani haligacha bunaqa samaradorlik bo'lganiga asosiy sabab bu bizani O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish darajasi pastligi. Sababi ayniqsa viloyatlarda, ayniqsa viloyat markazi bo'lmagan shaharlarda, uni o'zinglar ham bilsanglar kerak, hech qanaqa ko'ngil ochar, ya'ni oilaviy borish mumkin bo'lgan, ko'ngil ochish mumkin bo'lgan, vaqt o'tkazish mumkin bo'lgan hech nima yo'q. Misol uchun Toshkent shahrida siz har kuni nimadir qilishingiz mumkin. Supermarketga chiqib kelishingiz mumkin, yo'q deganda aylanib, oila bilan, boylar bilan, parklarga borishingiz mumkin, targ'ibot sentriga borishingiz mumkin, va hokazo, va hokazo, va hokazo. Ya'ni vaqt o'tkazishingizga. Bu birinchisi. Viloyatda u narsa yo'q. Hech nima yo'q. O'shaning uchun yagona ko'ngil ochar narsa bu televizor. Endi alternativani sira so'rashingiz mumkin, telefoncha degan. To'g'ri, telefon balkim televizordan ancha samaraliroq, ko'ngil ocharroq, lekin u pul turadi. Ya'ni pul turadi deganim telefon pul turmaydi. Telefonda ko'ngil ochar narsani ishlatish pul turadi. Bizda bugungi oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 20 nechidir million bo'ldi, uyali aloqa operatorlari beradi. Internet foydalanuvchilari bor O'zbekistonda. Lekin birinchisi ularni 80% Telegramdan boshqa narsani ishlatmaydi. 80%. Ikkinchisi 50% dan ko'pida, rus tilida по умолчанию deydi-yu, odatda anaqa mobilniy data o'chiq turadi. Hali o'chirib qo'yadi, o'ziga kerak bo'lganda yoqib, keyin Telegramga kiradi, sabab pul turadi. O'shaning uchun men ko'rsataman, hattoki televizorda ham 50% aholi tekin televizor ko'radi. Ya'ni bilsanglar, men televizor sotib olsanglar, 15 tami 14 ta O'zbekiston kanalini hech nima qilmasanglar ham o'zi ko'rsatadi. Endi uni oldiga qo'shimcha O'zbekistonning kanallarini qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki Rossiya kanallarini ulamoqchi bo'lsangiz, yana nimadir qilsangiz, o'sha keyingisi ketdi. Kabelni ulaysiz, IP televideniya ulaysiz va hokazo. Toshkentda shu ko'rsatkich 30%. Ya'ni yana bitta ko'rsatkich bor, nimaga televideniyaning samaradorligi? U hozir bormikan? Bu yo'q ekan, o'zim aytaman. O'zbekiston dunyoda, hozir yolg'on gapirib qo'ymay, lekin aniq juda ham tepada turadi, top 3 talikda bo'lsa kerak. Televizor ko'rish vaqti bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turadigan davlatlardan bittasi. Bizda bugungi kunda kamida 4,5 soat kuniga o'sha televizor ko'riladigan xonadonda kuniga 4,5 soat davomida televizor ko'riladi. Bu narsalarni sababini aytayotganim o'sha televideniyadan ketayotgan kontentni odamlarga ta'sir qilishi bo'yicha ma'lumotni aytaman. Endi televideniyada bu yerda endi prosta qiziq bo'lsa kerak dedimda, bugungi kunda O'zbekistonda mana shu 2023-yil 9 oy davomidagi eng katta 20 ta reklamodatelь. Ya'ni televizorda bugungi kunda eng ko'p reklamasi chiqadigan kompaniyalar Pepsi, Cola, Procter & Gamble, Nestle, Uzum va hokazo, shu bilan mana 20-o'rinda Anorbank. Bir yillik byudjetlar haqida ham aytib o'tdik. Byudjetlar ham qiziq bo'lsa kerak, bu nimadir pokazatellar turibdi. O'zim necha pul ishlatadi bular degan savolga javob berishim mumkin. Anorbankda mana 20-o'rinda turgan kompaniya taxminan 12-13 milliard so'm yiliga bir yillik byudjeti. Televideniyaga, reklamaga ishlatadigan, faqat televizion reklamaga ishlatadigan byudjeti taxminan 12-13 milliard so'm. Va hokazo tepaga ketib turgan. Bu yerda 50 milliard atrofida. Pepsi bilan Cola'da endi bu yil Cola nimagadir keskin kamaytirdi, byudjetlarni kamaytirganda ham ikkinchi o'rinda turibdi, odatda 1-2 da turardi. Endi mana qaranglar-da. Pepsi, Cola, Procter & Gamble, Nestle, Sanofi, RG Brands, Sandoz, Abbott, Henkel, Colgate, Mars, Bayer, GD. Hammasi dunyo miqyosidagi kompaniyalar.
dunyo miqyosidagi kompaniyalar, xalqaro kompaniyalar. Hammasida dunyo miqyosidagi marketologlar ishlaydi. Xalqaro marketologlar ishlaydi. Men buni aytayotganim, men juda ham ko'p odatda biznes egalari bilan o'z televideniya ishlatmagan aniq kompaniya vakillari bilan gaplashganda aytishadi, televideniya samarasi, televideniya effektivnosti yo'q, televizor hech kim ko'rmaydi deyishadi. Men adashishim mumkin, men aniq qilmayman. Ya'ni 10 ta odam shuncha kompaniyani, shuncha marketologi, shuncha biznes egasi adashadimi demoqchiman-da. Shuncha pulni televideniyaga, yo bular pul sanashni bilmaydimi deysizlar. Hammasi biladi hamma narsani prekrasno. Bular adashishi mumkin emas. Ya'ni bittasi adashib qolar, lekin bir vaqt o'zida shunchasi adashmaydi. Endi bizda O'zbekistonda televideniyada shunaqa tushuncha bor. O'sha hali aytdim, 2-3 ta keset beraman deb. O'zbekistonda televideniyada O'zbekiston aholisi, bizda aholimiz shunaqa. Televizordan chiqqan gapni, ya'ni rus tilida по умолчанию deydi-yu, rost deb qabul qiladi. Men bitta narsani kelishib olinglar, boshida aytishim kerak, hozir aytib o'taman. Men bugun bitta-ikkita narsani, shokovoy narsalarni aytib qolishim mumkin. Ayniqsa digital haqida gapirganimizda juda ham ko'p ma'lumotlar beraman. Ani bir xilda tayyor bo'lmagan auditoriya shokka tushib qoladi. Yo'q, deydi, bir xilda telefonni olib o'tib olishga harakat qiladi. Men qanaqangidir sizlarga mировой заговор gapirgani kelganim yo'q bu yerga. Men faqatgina bu narsalarni biznes nuqtai nazardan ko'rib chiqishi taklifi bilan kelganman. Ya'ni hozir digitalda gapirganimda ham juda ham ko'p faktorlarni gapirgan paytimda, hozir mana televizorda aytayotganimda ham, to'g'ri televizordan hamma narsani demak ishonar ekan, demak televizorda chiqqan gap yolg'on ekan degan gapni aytmoqchi emasman. Bu narsani ertaga biznesingizda ishlatishinglar uchungina aytyapman. Ya'ni misol uchun agar biznesinglar televideniyaga reklama berish darajasiga chiqqanda, demak O'zbekistonda odamlar televideniyada chiqayotgan narsaga ishonar ekanmi? Demak bizani byudjetimizda shu narsani ishlatishga imkoniyat beradimi? Reklamani mana gaplarni gapiringlar-da, odamlar bizning mahsulotimizni sotib olsin. Shu nuqtai nazardan gapiryapman. Endi bizda shunaqa holatlar bo'lgan, mana ikkita misol keltiraman. Televizoriyadan chiqayotgan gapga ishonadi dedim va bu narsa juda ham biznesda ko'p rol o'ynaydi. Har xil kompaniyalar bundan har xil foydalanishdi. Birinchi kes, agar men bu Hasan akaga bergan intervyuimni ko'rgan bo'lsanglar ham aytgansiz, endi yuzaki ketib ketdim, hozir batafsil aytib berishim mumkin. Ichingizda chet tillarini o'rgangan odamlar bormi? Biladi demayapman, qachondir o'rgangan, maktabdami, boshqacha hamma o'rgangan, qaysidir tilni o'rgangan bo'lsa kerak. Agar men sizlarga hozir odamlar, men sizlarga mana bitta kitob beraman. O'sha kitobni olasizlar-da. Uni ichida qanaqadir tekstlar bor, sizlar bilmaydigan tilda. Flashka beraman naushnik bilan. Har kuni 2 soatdan shu flashkani shu naushnikni qulog'ingizga tiqasizlar, o'sha qulog'ingizda o'sha kitobda yozilgan narsalar o'qib beriladi. Kuniga 2 soatdan o'qiysizlar, 6 oy davomida men sizlarga garantiya beraman, o'sha tilda bemalol suhbatlashib ketasizlar. So'z yodlamaysizlar, grammatikani o'rganmaysizlar, harf o'rganmaysizlar, yozishni o'rganmaysizlar, hech nima o'rganmaysizlar. Faqat shu ishni qilasizlar. 6 oyda shude, misol uchun ingliz tilida gapirasizlar desam nima deysizlar? Hech nimasi, men hech qanaqa yo'q period. Mana mana kitob. Millionlab odamlar, millionlab odamlar 1 yil davomida faqat emas, hali ham ishlayapti. Birinchisi edi. Mana bu yerda bizda hamma narsa qaytariladi degan haqidagi narsa. Bu biznesni bizani mijoz bo'lishgan, o'shaning uchun aytib bera olaman nima bo'lganini. Asoschilari Andijonni degan joydan kelgan yigitlar. Shu narsani o'ylab topishganmi, qattandir ko'rib olishganmi, O'zbekistonda birinchi bo'lib kiritishdi. Ya'ni ular o'sha kitoblarni qilishdi-da, reklamaga berishdi. Odamlar ishonib, minglab sotib olishni boshlashdi. O'sha zahot ichida ishlayotgan yana ikkita yigit, bittasi chiqdi-da, yana bittasi chiqdi-da, bular
o'tganda yana qanaqadir o'qituvchilardan nimadirlardan tekst yig'ishgandi. Bular prosta internetdan har xil ingliz tilli tekstlarni olishdi-da, kitob qilib chiqarishdi. Xuddi shunaqa reklamaga qo'yishadi. 6 oy davomida mana shunaqa o'qiysiz, o'rganasiz, javob aniq qilasiz, O'zbekistonning istalgan nuqtasiga yetkazamiz, narxi 1 million 200 ming so'm, себестоимость 30 ming so'm. Bo'lsa 40 ming so'm. deb televizorda reklama berish boshlashdi. O'tda Kunuz chiqdi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, hali ham internetda bor. Расследование o'tkazdi. Lingvistlarni, filologlarni chaqirishdi. Mana bu yolg'on, filolog chiqdi, Inyazi domlalar chiqdi. Bu hech qachon ichib o'rgana olmaydi bu narsada deb gapirishdi. Lekin reklama ishlayverdi, o'zini ishini beraverdi. 6 oyku srok. Tushunasizlar? 6 oy davomida. Ya'ni birinchi marta 6 oy oldin sotib olgan odam 6 oy tugamaguncha hali bu yolg'onligi tushunasizlar? 6 oy davomida sotsa bo'ladi. Bir vaqtda shunaqa kitobchilar televideniyada biz sanaganimizda 27 ta bo'lgan. Ya'ni bu televideniyaga reklama berganlari 27 ta bo'lgan. Mana shunaqa narxlarda. 27 ta bo'lgan. Televideniyada bir vaqtda o'zida kitobchilarning reklamasi. Har xil. 95% qonda. Sababi o'sha asoschilari 2 oy 3 oyda keskin ravishda boyib ketishgan. Bolalar uyiga adalariga borib, mashinalar juda ham qimmat inomarkalar, uyini remontni hamma ko'rganda, moli bormi, uyi bormi, hamma narsani sotib Toshkentga kelgan kitob chiqaraman deb. U kulgili bo'lishi mumkin, bu aslida dahshat bo'ldi-da. Mana 4 oy davomida o'sha 2021-yilni oxirgi anaqasida yozdan boshlab turib qishigacha o'sha sentyabrni to'lib ketdi. Hamma kitob chiqardi. Bittaligi chiqishda arab tilini o'rgatamiz, umraga jo'natamiz deyishdi. Hech kimni jo'natishmadi, hech nima qilishmadi, bankrot bo'lishgani. Tugani chiqdi, yana nimadir qilib. Oxiri nima bilan tugadiki, kitob sotib ol, Malibu yutib ol. Bu standartni sxema. Hammasi o'z mashinasi bizneslar deyarli hammasi shu oxiri shu bilan tugaydi. Kitob sotib ol yoki nimadir sotib ol, u bir paytlar esinglarda bo'lsa, odamlar butilka sotib olardi, anaqa qilish uchun. Butilka sotib olardi-ku o'sha. Ya'ni oxiri shu bilan tugaydi hammasini. Biznes shu darajaga keldiki, keyin hammasi sekin-sekin o'lishni boshladi. Hozir bitta bor. U ham nimadir qilishyapti, qanaqadir ishlashyapti. Bo'ldi. Hammasi bankrot bo'ldi bu bizneslar. Lekin televideniyaning kuchi bilan kimdirlari dollaraviy millionerga aylandi. Ha, конечно. O'sha 6 oy ichida hammasi chiqib qilinmagandi-ku. Yo'q edi-ku. Mana bu yerga pulni tikishdi. To'g'ri kanaldan ishlatishdi. Haligi effekt beradigan kanalda odamlar ishondi-da, borib sotib oldi. Birinchi zakut bo'lmadi. Prosta bularda bitta narsa-da, siz kiyim ishlab chiqarasiz-da, kiyim sifatsiz bo'lsa, men uni bir marta kiyaman-da, kechqurun bo'ldi sifatsiz ekan deyman. Ya'ni, hop mayli birinchi yuvishgacha-da eng anaqasi, to'g'rimi? Masalan, rangi chiqib ketadi yoki tez yirtilib ketadi. Ularda 6 oy bor edi-da. Haligi kurs 6 oyku. U misol uchun bir haftadan keyin hech nima tushunmasam, balki bu kitobi shunaqadir, men 6 oydan keyin tushunasan deyapti-ku, menga deyapti. Bir haftada demyapti-ku. Yana bitta boshqa narsa aytaman. Mana anaqa farmatsevtlar o'tirishibdi. Sizlar kompaniyasi misol uchun bitta yangi preparatni joriy qilish uchun necha yil ketadi? Kamida 3 yil. Bu qanaqangidir analogi bo'lsa yoki nimadir yo'nalish bo'lsa 3 yil. Agar qanaqadir know-how bo'lsa 10 yil adashmasam. Endi butun dunyo farmatsevtlarini hisobga olsak, bu juda mana dunyodagi eng katta bizneslardan bittasi farmatsevtik. Mayli, aytmoqchiman, qonuniy bo'lganlarda birinchilardan bittasi. Tabriklayman. Butun dunyo farmatsevtlar qancha olim ishlaydi, qancha anaqa qiladi-da, sizlarga bitta narsa aytib beraman. Umringlarda eshitmagan bitta o't. Nomida shu o'tdan mana bunaqa narsa yasalgan, shuni ichsanglar 3 oy davomida, 6 oy davomida narxi 2 million so'm yoki 1,5 million so'm. 6 oy davomida ichasizlar.
sahrdan davolanasizlar, belinglar og'riyotgan bo'lsa og'rimaydi, boshinglar og'riyotgan bo'lsa og'rimaydi, bolanglar bo'lmayotgan bo'lsa bola tug'iladi, qarayotgan bo'lsanglar yosharasizlar. Xullas, nima xohlasanglar shunisi bo'ladi. Tanishmi? Qaniydi faqat bo'lsa. Hamma narsa. Yo'q, aptekadan qidiring demaydi. Yo'q. Istalgan joyingizgacha yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul deydi. Ya'ni 10 ta odam chiqadi, men mana buni ichuvdim, belim og'riyotdi, og'rimay qoldi. Qornim og'riyotdi, og'rimay qoldi. Yurolmayotdim, yugurib ketdim. Yo'q, Murod Rajabov emas. Ya'ni boshqa aktyor edi, yoshlar qari, uni olib break dance tushib berdi deganini ichib. O'tgan yili 2022-yilda mana men bitta narsa aytib beraman, mana bu reyting bor-ku. Mana bu reyting. Mana bu ikkita kompaniya oxirgi 5 yildan beri o'zgarmaydi. Cola bilan Pepsi 5 yildan beri 1 yil Pepsi teparoqda bo'ladi, 1 yil Cola teparoqda bo'ladi. 5 yildan beri o'zgarmaydi. 1 yillik byudjeti o'rtacha 40-50 milliard 5 yildan beri. O'tgan yili bu 3-4 o'rinda turadi. Birinchi o'rinda bilan ikkita kompaniya edi. Ular eng anaqa tarafi, yomon tarafi, mahsulotni o'qisangiz, dori ham emas-da. То есть aytmoqchimanki, bad ham emas. U bad keyin paydo bo'ldi. Pishvoy добавка. Ya'ni davlat ro'yxatidan hattoki endi hammasi emas, hattoki bad bo'lib ro'yxatdan o'tmagan. Hattoki bad bo'lib ro'yxatdan o'tmagan. Pishvoy добавка. Shakar ham pishvoy добавка. Aytmoqchimanki, mana shu mahsulotni ishlab chiqarishni men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Kompaniyasini ofisida 350 ta turist odam call centerda o'tirardi. Call centerda 350 turist odam o'tirardi. Reklama hamma media planlar har bitta odam oldida turibdi. Ular keyin nimaga o'tdi? Misol uchun esingizda o'zi bitta mahsulotdan boshlangan, o'sha qora sedanadan boshlashgandi. Ular anaqadan boshladi. Ayollar biladi, Maloziyeva nimaligini bilasizlar? Ana bolani emizganda sutdan oldin keladigan naqa bo'ladi, nima aytadi? Prozrachniy jidkis. O'sha sigirni Maloziyevasi bor. Ya'ni sigir sut berishni boshlaganda sutdan oldin o'sha Maloziyeva chiqadi. O'sha Maloziyeva, sigirni Maloziyevasini o'zbekchada nima deyishini bilmayman. O'g'iz suti, ana o'g'iz suti. O'sha narsa sahrga davo deb chiqarishgan. Qonun o'tgan yil oktyabrda qonun cheklamaguncha sahr diabetini davolaydi deb chiqishdi. Bechara diabet bo'yicha doktor professorlar hijolatda uni oldida. Shuncha yil o'qigan, nima o'qiganini o'zi bilmaydi. O'shani davolaydi deb chiqishdi. Yana nima men aytaman, odamlar ishonish. Ko'chada odamlarni chiqqan, men ichdim, men davolandim degan odzivlar qilishni boshlashdi. 1 yillik byudjeti, reklamaga ishlatgan byudjeti ikkala kompaniyaniki 40 milliarddan ko'p edi o'tgan yil. Undan oldingi ham bor edi byudjetlari. Endi o'zingizlar hisoblanglar, reklamaga 40-50 milliard ishlatgan kompaniya nechta pul o'zi topish kerak foydaki, ras reklamaga 40-50 milliard pul investitsiya qilishga qo'rqishmayapti. Yo, o'tda sal biznes boshqacharoq, kamida 1 ga 1 deb hisoblanglar. 4 baravar, 5 baravar sizlarning odatiy biznesingizda. Bunaqa bizneslar o'zi shuna asosida qurilgan-ku. O'zi bu o'tda u mahsulot себестоимости 30 ming so'm, sotiladi 1,5 milliondan. Shu o'tda mahsulot себестоимости, dostavka uliga hech qaramaydi. Asosiy mana bu yerda investitsiya shu. Men bularni aytib berayotganim sababi nimada? Men sizlarga hozir voy mana bu yomon biznes edi haligi. Men ko'pincha bu narsani gaplashganimiz, chet el anaqalab, chet el bizda ko'p chet el kompaniyalar bilan yoki chet el marketologlar bilan это же неэтично deyshadi. Bu noetik biznes-ku deyshadi. Men hozir u biznesni etik yoki etik emasligini gaplashmoqchi emasman. Men sizlarga televideniyani effektini tushuntirib beryapman. Ya'ni televideniyaga berilgan reklamani effektini tushuntirib beryapman. O'zbekistonda televideniya ishlamaydi degan gapni men 5 yildan beri eshitib kelaman. Lekin 5 yildan beri mana oxiri hozirgi holatda men bu narsani aytaman. Endi bu narsa sal spornirog'i, hozir universitetlar shu holatga keldi.
mana shu yil, kelasi yil xususiy universitetlar shu agar hozir davlat bu narsani regulirovaniyasini qilmasa, xususiy universitetlar xuddi shu holatga keladi. Mana xususiy universitetlarning biznesida ham hozir yo'q joydan millionlar paydo bo'ldi. Birinchi o'sha kitoblarning biznesi bo'ldi, hozir yana bitta joyi bor, buni anaqasi, bu bizani xalqimizning spesifikasi, buni ham biz chista marketingda o'rganganmiz. Bizda волшебный palichkaga ishonadi odamlar. Endi tushuntira oldimmi nima ma'noda aytayotganim? Ya'ni nimadir osonlik bilan o'zi mana qiyin yo'l bor, bilasizlar, masalan, til o'rganish uchun 1 yilda til o'rganishingiz mumkin, lekin kuniga 5 soatdan ustoz bilan, kitob bilan so'z yodlab o'rganishingiz kerak. Uni hamma biladi, isbotlangan 100 yil davomidagi fakt. 100 emas, minglab yil davomida fakt. Lekin kimdir keldida sizga va'da berdi. 6 oyda, ya'ni hech nima yodlamasdan kuniga 2 soat naushnik eshitib, o'shanga ishonadi, o'shanga pulini beradi. Zalotoy, волшебный palichka. Buni yomon tarafi ham bor, bir xil biznes egalari ham shunga ishonadi. Men birinchi bo'lib meni eng yaxshi ko'rgan kitobim Harry Potter. Eng yaxshi ko'rgan kitoblardan bittasi deydi. Lekin bizani mana biznesda yollaydigan kompaniyalarga borganimizda birinchi aytadigan gapimiz, bizga Harry Potter emas bizni. Bizdan волшебный palichkamiz yo'q. Men hozir bitta marketing kompaniyani yolladim, ertaga biznesim uchib ketar ekan degan fikrga kelmanglar. Biz sizlarga nima qilish kerakligini aytib berishimiz mumkin, lekin u ishni baribir siz qilasiz, biznes egasisiz-ku. Agar misol uchun siz o'zingizga ham bizni qilsangiz, unda biz o'sha biznes bilan shug'ullanamiz. Biznes egasi sizlar, biznes egasi javob beradi biznesga.